Yana navbat qolishdan Qodirova. Do'lon maqomlaridan Jo'lon sanami. Sırık sevday can tulun aydak can vay yüzünge bir derdim vay yaraşıptı Sırık sevday can tulun aydak can vay yüzünge bir derdim vay yüzünge nur yaraşıptı vay senin aşk ipraqında hacinim ey yürekke utraşıptı yarım özemli ayrı yarıma özemli Egiz davan vay aşmağınca menzil görünmez Egiz davan vay aşmağınca menzil görünmez Kara yorgan minmeyince deşler gezilmez Hayır ey deşler gezilmez Kaşkanın pazarında bayram vay tavar var Kaşkanın pazarında bayram vay tavar var Çöglep gidelmeydi yaxşı yani vay kumar var Abicil yar ayar ey Kaçakal yar ayar ey ayar ey Ey derdin yaman ayar ey 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 Vay vay ey İçki dağ arasında kama bilen vay kunduz var İki dağ arasında kama bilen vay kunduz var Geç bozma gel yarim vay bolmasa vay yıldız var Ha bir gül yar
Açaqqan yar ayar ey ayar ey hey derdin yaman ayar ey hey hey vay vay ey vay senin dinim vay mening dinim balga yar ey bir can emes o bağ bilen bostan külü oynaylı aya bilen çokan vay senin üçün vay mening dinim balga yar ey kurban emes o aca bilen çokan külü oynaylı bağ bilen bostan saram sara köyüne geldim saram sara köyüne geldim yaxşı yarımni söygeni geldim yaxşı yamanni hiç kişi bilmez yaxşı yamanni hiç kişi bilmez yolda koşulgan hemrayı olmaz Ararga yollarım bolsun canım dostlar Kızıl gül emrin bolsun canım dostlar Kızıl gül emrin bolsun canım dostlar Senin dek nazının yağa canım dostlar Benim dek kollarım bolsun canım dostlar Benim dek kollarım bolsun canım dostlar Jamiki Uyg'ur o'zbek xalqimizning baxtiga umrlari uzoq bo'lsin, tanlari sog' bo'lsin. Hamisha shu gullardek ichilib, yanamo cho'ng saqlada billa siz bilan ijod qilishimizga nasib qilsin. Duo qilsizlar. Rahmat, aman bo'l. Sog'liging yaxshi bo'lsin. Aman. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, mana shu yerda zalda o'tirib shunday to'lqinlanib ketdim. Ilohim bizga mana shu falsafami yoshlarini bersin, yo'llarini bersin. San'at yo'lida ham, hayot yo'lida ham ilohim mana shu falsafamdek bo'lib, hurmatga sazovor bo'lib, elni nazardan qolmaylik. Ilohim yana 100 yoshdan ikkitasiga kiring. Undan ortiq. Lekin mana shu go'zalligingiz, mana shu chiroyingiz yo'qolmasin. Doim mana shunday elning sevimli artisti bo'lib qoling. Rahmat Ra'no, rahmat. Aman bo'ling. Qarib ketishni izlamayman. Yosh paytimda qaytarma, Alloh oldi. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan olma anoring qantakmi? Kümümsün
Rahmat. Rahmat, omon bo'ling. Hayrona raqsida esanan guruhi Rahmat, erkin. Rahmat. Rahmat qizlar. Ansamblning badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti Rushana Sultonovani taklif qilaman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist shu bugungi konsertlarning raqslarni sahnaga qo'ygan balkmeister Florida xonim Nizomidinovani sahnaga taklif qilaman. Marhamat, kutib oling. Chiqinglar. Rushana xonim rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun.
Uyg'urcha raqs nog'ora usuli. Esanam guruhi raqqosasi Nargizaxon. Rahmat, rahmat. Nigora qizim, rahmat. Bugungi mana raqslarni haqiqiy Uyg'urcha qilib qo'ydi. Kostyumlar bu raqslarning kiyimlari Urumchidan keltirilgan. Uyg'urcha haqiqatda. Uyg'urcha mana haqiqiy raqslarni bugun ko'rdinglar, tomosha qildinglar. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan Oydinda. Tansiqni tushinglar, ha. Vals. Bilim gemi
deb buncha o'xshaylar ko'nglimni beray desam bevafo o'xshaylar bevafo o'xshaylar olma ona yetmedi ayrilamiz debmidi ayrilayli debmidi ot mindim küreğ kaşka çaptırdım maral vay başka her kimning yoni başka okşamda vay kalem kaşka okşamda vay kalem kaşka olma ona yetmedi ayrilamiz debmidi ayrilayli debmidi olma ona yetmedi ayrilamiz debmidi ayrilayli debmidi Navbatdagi so'z Respublika Uyg'ur madaniyat markazi raisi Akram Hoshimovga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli san'atimiz muxlislari. Bugungi kechamizga tashrif buyurgan tomoshabinlar. Mana bugun mohir xonandamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xolisxon Qodirov biz mushu yerda yashayotgan Uyg'urlarga cho'ng bir bayram qilib berdi desam xato qilmayman bo'laman. Chunki Xolisxonadam bugungi tadbirda shunday chiroyli naqshlar bilan hammamizni qalbimizni titratib, tavratib o'tiribdi. Xolisxonadamni naqshlari O'zbekistonda mana 40 yildan ortiq davomida yangrab kelyapti. 50 yildan ortiq davomida yangrab kelyapti. Bu o'ylaymanki, Xolisxon Qodirovaning naqshi kirmagan Uyg'ur xonadoni qolmagan bo'lsa kerak. Xolisxon odam nafaqat Uyg'ur xalqi orasida mashhur bo'lib ketgan, shu bilan bir qatorda boshqa qarindosh xalqlar orasida, o'zbek, qirg'iz, qozoq xalqlari orasida keng mashhur bo'lib ketganligi hammamizga ma'lum. Shuning uchun biz Xolisxon Qodirovadan cho'ng san'atni mana shu davrgacha kelgan cho'ng san'atiga minnatdorchilik bildiramiz. Xolisxonada sizga sihat salomatlik, tan salomat, oilangizda tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Mana Xolisxonada 50 yildan ortiq ijrochilik mahoratini ko'rsatib kelayotgan bo'lsa, oxirgi vaqtlarda Xolisxonadamni yana bir qirrasi ichildi. Ular o'zini shogirdlarini tayyorlab chiqaryapti. Mana bir qancha shogirdlarini bugun ko'rdik. Bugun nafaqat naqshchilarni shogird sifatida ko'rsatdi. Shuning bilan bir qatorda o'zbek usulchilardanmi Uyg'ur usullarini o'rgatib, mana shu sahnaga chiqqani bizning Uyg'ur san'atimizning rivojiga yana cho'ng hissa qo'shilganligini namunasi bo'lib hisoblanadi. Xolisxon Qodirovani Uyg'ur o'zbek xalqlarining muzika madaniyatini rivojlantirishda qo'shgan cho'ng hissasi bo'yicha hissasi uchun O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi Xolisxon Qodirovani o'zining faxriy yorlig'i bilan taqdirlashni lozim topdi. Hozir shuni Xolisxon Qodirovaga topshiraman. Xolisxon dada, sizga cho'ng rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum muhtaram aziz mehmonlar, qadrli yurtdoshlar. Bugun biz ajoyib bir xursandchilik, shodlik kunining shohidi bo'lib turibdik. Bu bo'lsam xalqimizning sevimli san'atkori, Uyg'ur xalqining qizi, qaddi qomati bilan, husni jamoli bilan, yurish turishi bilan, mungluq
ahangları bilen bütün xalqning diliga, yurigiga yetib borgan bizning yurtdoshimiz, bizning oilaviy do'stimiz, xalqning hurmatlik artisti Xolson Qodirovaning ijodiy kechisi bilan chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Qadrli do'stlar, Xolson Qodirovaning 50 yildan beri men O'zbekiston san'atkorlari bilan ko'rsatgan cho'ng utuqlarini buni ko'pchilik shuncha ko'p gap qilib o'tdik. Yana bundoq necha barobar etsak ham tugamaydi. Xolson Qodirova xalq san'atini, xalqqa yetkazishda qilgan mehnatini qanchalik cho'ng baholasak arziydi. Men yana bir narsa ustida to'xtamoqchiman. Xolson O'zbekistonda san'at faoliyatini ko'rsatgan bilan birga Uyg'ur san'atini butun O'zbekistonga taratdi. O'zbek xalqining yuragiga opirib, taqab O'zbek xalqini xursand qildi. Bir misol aytib beray sizlarga. Buningdan bir necha yillar ilgari Xolson Qodirova ijro qilgan Gülayim naqsi 42 yıl davamında icra kılınan Gülayim naqsini bütün Özbekistan'ın, bütün Orta Asya'nın hem yerlerde o adamlar xuddi özünün naqsidek, özünün san'atidek icra qilib kelyapti. Bu bo'lsa ham bizning bu ulug' san'atkorimizning odamlar yuragiga berib yetkini va shunchalik san'atini odamlarga singdiradigan deb hisoblaymiz. Şunun için biz hem Uygur cemaatçiliği, Uygur Medeni Merkezi yenideki Uygur Olimlar Kengesi namıdın ben Xolsonga uzak ömür, sağ salametlik, ailevi bəxt, maşındaq daim güzel bulup içilip seylep yürüm. Ben hem namıdın, ben Uygur san'atiga bag'ishlangan mana shu Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Shu bugungi yig'ilishimizning sababchisi hammanglarga ma'lum adimizning ijod tariqasida yetkazgan asarlari, san'atlaridan hammamiz bahra oldik. Bu hamma ijro etilgan nima? G'ozi Ahmad akademik rassomimizning san'atida ko'rsatilgan. Mana shu qo'limdagi dastur shu haqda ifoda etiladi. Uyg'ur Madaniyat Markazi nomidan biz tagiga rasmiy yozib, shu odamga topshiramiz. Uyda hamisha saqlab bizni eslab berishingiz uchun. E'tiboringizga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Bugun haqiqatda Xolson opam bulbul sayrab ketdi. Men Xolson opamga, Abdukarim akamga teni sog' bo'lsin. Ilohim har doim mushunchalik xursandchilikda birgalikda o'ynab kulib yashaylik. Sog' bo'ling, bizning baxtimiz omon bo'ling opam. Teni sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat, katta rahmat. Rahmat. Hammalarga rahmat. Gülayim Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan Gülayim Xolson Qodirova. Muzikasini chaladi, naqsini men aytaman. Minasi. Şunga bağınca Praydo beşkirem bağı Praydo beşkirem bağı Recep ma yaman iken Aküyek otunun dağı Kuyek otunun dağı Oy Gülayim Yürekim köyde odayım Kandakını gün ayım Oy ne var bir yarim Oy senin ben o senin ben Senin bu maykindim ben Keşmenin pazarıydın
yakan yürügüm Seni birden kömizem Açdım ayda yürügüm Açdım ayda yürügüm Vay gülayım Yüreğim köyde odayım Kandaklımı gülayım Vay ne var mı yarim Vay senin ben o senin ben Senin bu maytının ben Kaçkanın bazarıydın Canım vasit ağa kulum ben Vay set ağa kulum ben Oğlum dikip şimdiye Pişayvan ügettim Pişayvan'a ügettim İçimdeki dertleri Nakşam billet ügettim Nakşam billet ügettim Vay gülayım Yüreğim köyde odayım Kandaklımız ayım Vay ne var mı yarim Vay senin ben o senin ben Senin bu maytının ben Kaçkanın bazarıydın Canım vasit ağa kulum ben Vay set ağa kulum ben Vay set ağa kulum ben Rahmat hammalar. Mana aziz mehmonlar, bugungi konsertimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz O'zbekiston zaminida o'z ijodi bilan ko'ngillar gulzorini obod qilayotgan Xolisxon Qodirovaga ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Bu kun bu koshonada mehmon bo'ldi Xolisxon. Mehmon emasdir, balki mezbon bo'ldi Xolisxon. Qo'shiqdan gul dastalab, olqishlar ichra yayrab, ko'ngli ko'ksi misoli osmon bo'ldi Xolisxon. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Rahmat sizlarga. Sizlarni doim seg'inaman. Omon bo'linglar hammangiz. Rahmat kelganingizga ming rahmat. Rahmat.